Shilde mavsumuna kirib kelgan Shayandar Sizoni men sizlarni chin yurakdan qutlaqlayman. So'g'aycha siz o'zingizda oxirgi kezda o'ta asirshil, qiyalshil, shalkez minezli sezimsangiz qutlaqlayman. Shayandarga tan qasiyatlar sizlarga de shu parvatxon ekan. So'g'aycha astrologlarning kengashini saykiz siz bu vaqtdan o'qib foydalanib ko'pdan beri o'rnatilib kelmayotgan mumkin o'tpaslik odamlarimiz bilan jili sezimlarda ashib olishimizga bo'ladi. Odan boshqa ishki sezimlarimizda bayqov orqali ishki baxtimizni ashib olishimizga, ya'ni bo'ydoq bo'lsangiz, ko'p romantikalar кездесулерga chiqib, o'zingizdan so'z kutib жүрген shartimizni topib olishimizga mumkinchilik yaratilib keladi. Al qaytadan o'zimizdan zodiakalda bo'lishimizni qaytadan bo'lsak, sizdan mumkin boshqa millionlab shayandardan yo'qsamay kelatimizdan sebebi har bir odamlardan jeki planetalari har turli graduslarda, uylarda, zodiaklarda joylashib kelatimizdan sebepda ayrimni siz boshqalardan ерекше bo'lib kelasiz. Al jalpi o'zingiz siyaqda ерекше odamlarga aralashuvchi bo'lsangiz, ayrimni boshqa suv tabiatına saykiz, ya'ni sari shayan, baliqlar bilan aralashishingizga bo'ladi. Odan boshqa yer tabiatına saykiz, ya'ni bekish, torpaq, taqdir tavishkilar bilan aralashuvchi bo'lsangiz, ular sizdan qalab kelayotgan tabandiqda o'zingiz umrga keltira olmayotgan niyatlaringizda ashib keluvga ko'makchi bo'ladi.